Xabar berib borayotganimizdek, ayni paytda poytaxtimizda Talaba Expo 2025 ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Unda 1,5 mingga yaqin talabalar ishtiroki kuzatilyapti. Umumiy ishtirokchilar soni esa 5 mingga yaqin. Eng asosiy maqsad esa ish beruvchi va talabalarni bir joyga to'plab, umuman ularga yaratib berilayotgan imkoniyatlardan ularni xabardor qilish. Asosiy maqsad ham, asosiy shior ham bugungi ko'rgazmaning kelajakka qadam deb nomlanishi bejizga emas. Chindan ham bugungi kunda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor, ularga o'sha ta'lim olishlari uchun yaratib berilgan qulayliklar kelajakda albatta o'z mevasini beradi va bugungi kunda O'zbekistonda o'sha davlatimiz rahbari tomonidan qaratilgan yuksak e'tibor hozirgi kunda o'sha yoshlarni, talabalarni yangi startap g'oyalarini o'sha amalga oshirishda, o'z bizneslarini boshlashda qaysidir ma'noda poydevor bo'lib xizmat qilyapti. Va bugungi ko'rgazma ham mana shu ishlarning bir ko'rinishi desak adashmaymiz va ayni paytda mana shu ko'rgazma to'g'risida bizga to'liqroq ma'lumot berish uchun suhbatdoshi bor. Toshkent davlat texnika universiteti prorektori. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ayni paytda tashkil etilgan ushbu ko'rgazmaning o'ziga xosligi va bugungi kunda nechiga yaqin o'sha bitiruvchilar oliy ta'lim muassasalarini bitirish haqida ma'lumot bersangiz. Muhtaram Prezidentimizning joriy yil 14-fevralda yoshlar bilan o'tkazgan muloqotlari, qolaversa 7-mart kuni xotin-qizlar bilan o'tkazgan yig'ilishlarda qator topshiriqlar berdilar. Mana shu topshiriqlarning ijrosi yuzasidan bugun Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi va O'zbekiston Milliy bank ishtirokida kelajakka qadam Talaba Expo 2025 ko'rgazmasi tashkil etilgan. Ushbu ko'rgazmada bizning universitetimiz Toshkent davlat texnika universiteti ham faol qatnashyapti. 24-25 o'quv yil davomida universitetimizda 4,5 mingga yaqin bitiruvchilarimiz bitiryapti. Bu kunduzgi ta'lim, sirtqi ta'lim, kechki ta'limdagi yoshlarimiz mana o'zlarini o'quv yili yakunida kelajakda o'zlarini qayerda ko'rmoqchi, o'zlarini sohalari bo'yicha ishlab chiqarish korxonalarida, sanoatda, qolaversa tadbirkorlik faoliyati bilan yuritish istagida bo'lgan yoshlarimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak albatta. Mana shu Milliy bankning tashabbusi, ularni ajratayotgan kreditlari asosida biz yoshlarimizni tadbirkorlar, sanoat korxonalari bilan bevosita uchrashuv tashkil qilish, ular bilan muloqotga kiritib, o'zini sohasi bo'yicha ishga joylashish masalalarini yechish ustida ishlayapmiz. Qolaversa, mana shu tadbirkorlarimiz ishlab chiqarish bilan hamohang bilan ishlab, ularning amaliyotlarini tashkil etish masalasini ko'rib chiqyapmiz. Ya'ni talabalar o'qish davrida asosan 3-4-kursda mutaxassislik bo'yicha amaliyotlarni ishlab chiqarishda tashkil etsak, ularni olayotgan nazariy bilimlari amaliyotga joriy etilishi yoki amaliy bilimlarini mustahkamlanishiga olib keladi. Shu bilan birgalikda kasbiy mahorat degan tushunchamiz bor. Ya'ni talaba 4 yil o'qishi mumkin, nazariy bilim olishi mumkin, amaliyotga borish mumkin, lekin kasbiy mahorati agar yetarli bo'lmasa, ishlab chiqarishda u o'zini o'rnini topa olmasligi mumkin yoki oliy ta'lim muassasasini tugatgandan keyin yaxshi ish topa olmasligi mumkin. Shuning uchun biz mana Milliy bank, Oliy ta'lim fan innovatsiyalar vazirligi bilan birgalikda talabalarimizni kasbiy mahoratini oshirishga ham e'tibor qilib qarayapmiz. Shu o'rinda aka, menda ham bir savol talaba bo'lganmiz. To'g'ri aytdingiz, mana amaliyot darslariga boramiz. Hozir bu ham yetarlicha ish ko'nikmalarini taqdim eta olmaydi. Mana hozir ko'rgazmada ko'ryapmiz, har xil kompaniyalar, tashkilotlar kelib o'zlarini bo'sh ish o'rinlari to'g'risida ma'lumot beryapti. Endilikda talabalar nafaqat ish o'rganishadi o'sha jonli jarayonda, balki o'sha qaysidir ma'noda moliyaviy o'zlariga ham bir yordam bo'ladi. Ya'ni ham ishlab, ham o'rganib, ham maosh olishadi. Bu bo'yicha ham o'z fikrlaringizni aytsangiz. Haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Mana talabalarimiz ish bilan ta'minlanishi bu moddiy tomonga borib taqaladi. Mana shu muhtaram prezidentimizning tasdiqlab bergan qarorlari bilan talabalarni qo'llab-quvvatlash uchun 100 million dollar ajratildi. Shundan 80 million dollari ish bilan ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ya'ni talabalarimiz ularga imtiyozli ravishda kreditlar berish. Shu bilan birgalikda amaliyotda talabalar amaliyot o'tash uchun ularni kamida o'sha 3 oylik amaliyotlariga har oy Rahmat Orifjon aka mazmunli suhbat uchun. Ayni paytda ko'rgazma o'z ishini davom ettiradi. Navbatdagi dasturlarimizda batafsil ma'lumot berib boramiz. O'zbekiston 24 telekanalini kuzatishda davom eting.